Yig'lagim kelsa, xafa bo'lsam, kimdan o'ksisam, o'sha yerda olaman dardimni. O'sha yerda yig'layman. Hech kim ko'rmaydi. Hech kim bilmaydi. Ota-onam bilmaydi, muhimi shunda. Yig'layman, baqirib yig'layman. Qarang, hech kim eshitmaydi qo'llardan. Keyin tarjibiga kirib boraveraman, hech narsa bilmaganga. Chunki bolamni ham meni yig'lashim bolam ko'rishni xohlamayman. Chunki kelajakda u oilani boshi bo'ladi. Erkak bo'lib dunyoga kelishda erkak bo'lsin. Shuni xohlayman. O'zimga o'zim so'z bergan, bo'ldi. O'tib ketdi, qaytib eslamayman deb qasam ichganman men ochiq. Keyin uxlamadim men. Chunki o'yladim, shuncha qiyinchilikdan o'zimga o'zim aytaman. Zohida, shukr qil. Sen qanday eding, kim edingki, kim bo'lding? Hammasi shu davlatimiz orqasida. Rostdan men kim edim? Hech kim emas edim. Birovlar nazarida buzuq ayol edim. Pulga muhtoj. Erimni nazarida nogiron farzandni dunyoga keltirgan edim. Nogiron bola kerak emas deb tashlab ketgan. Kecha aytgim kelmagan, chunki yomonlashni xohlamayman. Meni yuzimga aytgan. Doktorlar aqli zaif bo'lganda qancha azob yeganman. 2 yil ota-onamga aytmaganman, faqat jinnixonaga qatnaganman. Kimman mana? Endi kimman? Borsam hurmat qilar. Opa deb kutib oladi. Qayga borsam, mahallaga borsam ham kutib oladi. Rais opa keldi deydi. Lekin meni ham zavqi boshqacha. Ota-onam mehnatni bu yerda qancha meni padosh qildi. Ishondi. Shuning evaziga ham shularning ishonchini oqlash uchun ham harakat qilyapman. Davlat menga ishonib yer bergani uchun ham oqlash. Maqsadim faqat shu. Zohida Kenjayevaning hikoyasi. Bu mo'jiza emas, bu qat'iyat, iroda va iymon mahsuli. Oddiy qorovulga borib uni prokuror deb o'ylab, dardini aytib kelish darajasida sodda ayolning hozir siz ko'rib turgan shaklda hayotda qolgani mo'jiza bilan izohlanadigan holat emas. Hayot uni anchagina og'ir so'qmoqlardan olib o'tib fermerlik sari yetakladi. Men oddiy qishloqda ayoli, oddiygina inson edim. Hozirgi kunda o'zimga yarasha hurmatim, o'zimga yarasha e'tiborim bor. Hammasi uchun shu prezidentimizga rahmat aytaman. Bir haqiqatni barchamiz yaxshi tushunib olishimiz zarur. Ayollarning tashvish va mashaqqati ham, zimmasidagi mas'uliyati ham erkaklarga nisbatan ancha yuqori. Uy ro'zg'or ishlari va farzand tarbiyasidan ortib ta'lim olayotgan, mehnat qilayotgan va tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan xotin-qizlar zamonamizning haqiqiy qahramonlari desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Qahramonlar faqat bilagi kuchlilar emas, ba'zida eng katta jasorat, har tongda ko'zda yosh, yurakda og'riq bilan uyg'onib, yana hayot bilan yuzma-yuz turishdir. Zohida singari ayollar qahramonlikni hayqirib emas, sukutda, mehnatda namoyon etadi.